Sertifikat savoli yana bitta zo'r savol. Bu hamma joyda aylanib yuribdi. Bu tushgan ham bu. Ikkitalaga tushgan. Uni ham yechimini xudo xolasa tashlaymiz. Demak, parabola berilgan y teng x kvadrat taqsim 3 va ichida radius 6 teng milga aylantirilgan va aylanlarning markazining kvadratasini toping degan savol ekan. Aylanlarning markazi o y o'qida turganligi uchun x 0 bo'ladi, y ga qanaqadir y qiymat bo'ladi. Shuni topishimiz kerak. Demak, eng ko'p uchraydigan misollarni yechimiga o'tamiz. Biz demak, mana bu yerda bitta urinma tashlaymiz. Urinma tashlaymiz va urinish nuqtasini x0 deb olamiz. Va parabola ekanligi aniq bo'lgandan keyin urinmani mana bu yerdan burchagi alfa deymizda k-sini topamiz. K teng tangens alfa, u ham teng funksiya hosilasi x0 ga teng. Funksiya y chiziqdan hosil olamiz. Y chiziqni mana o'zi berilgan. Hosilasi 2x0 taqsim 3 bo'ladi. Demak, mana bu yerdagi burchak tangenasi 2x0 taqsim 3 ekan. Endi davom etamiz. Shu x0 ni keltirib funksiyani o'ziga qo'yamiz. Shunda bizga mana bu nuqtani qiymatini olamiz. Bu x0 kvadrat taqsim 3 bo'ladi. Xo'p, mana bu alfa bo'ladigan bo'lsa, mana burchak ham alfa bo'ladi. Bu 90 gradus bo'ladi, bu 90 minus alfa bo'ladi. Radius bilan urinma 90 gradus ekanligidan mana bu uchburchak, mana shu uchburchak bitta burchagi 90 gradus, bitta burchagi mana 90 minus alfa. Demak, o'z-o'zidan mana burchak alfa ekanligi keladi. Mana 90 gradus ekanligidan mana shu yerda mana bu kesma bizga mana bu yerdan beracha kesma x0 ga teng. Mana bu to'g'ri burchakli uchburchakdan tangens emas, sinus alfani topayotganmiz. Sinus alfa x0 ning 6 ga nisbat. x0 ning 6 ga nisbat. Tangens alfa ma'lum, sinus alfa ham ma'lum. Shu bir-biridan, demak, x0 topishga harakat qilamiz. Tangens alfa, sinus alfa taqsim kosinus alfa teng 2x0 taqsim 3 ga teng. Buni sinus alfa o'rniga buni keltirib qo'yamiz. x0 taqsim 6 taqsim kosinus alfa o'rniga buni Pifagor qilib 1 ayrilgan x0 ning kvadrati taqsim 36 deb yozamizda-yu. Teng deymiz 2x0 taqsim 3 deymiz. x0 lar bir-biri bilan qisqaradi, chunki x0 0 emas. Demak, buni bunga ko'paytirib o'rsak, mahrajini ko'paytirsak. Xo'p, bizga bo'lar ekan 2 ko'paytirilgan ilzosti 36 ayrilgan x0 kvadrat teng bo'lyapti. 6 bilan 6 ketdi, teng 3 ga bo'lyapti. Shu yerdan 3 ga bo'lib olamiz, kvadratga ko'taramiz. x0 ning kvadrati 135 taqsim 4 degan qiymat chiqyapti. Mana bu nuqta, ya'ni x0 kvadrat mana shu qiymat bilan keldi. Endi y ni topish uchun, mana markaz topish uchun, xo'p, mana bu kesma aniq, mana topilgan. Bu 6. Mana bu yerda kesmani topishga harakat qilamiz. Buni qiymatini a deb olsak, a teng ildiz osti x0 ning kvadrati, naborot 6 ning kvadrati, 6 ning kvadrati ayrilgan x0 ning kvadrati. Keltirib uni o'rniga keltirib qo'yamiz. Hisoblasak ne chiqadi shu? 3 taqsim 2. Mana bu kesma 3 taqsim 2, ha? Tushunaymi? Y qiymat, y teng 3 taqsim 2 qo'shilgan x0 kvadrat taqsim 3. Ya'ni bu yerdan beracha masofa shunga teng. x0 kvadrat bizga ma'lum. Buni 3 ga bo'lib qo'shib qo'ysak, 45 taqsim 4 bo'ladi. Bunga ikkitadan mahraj bersak, 6 bo'ladi. 6 ga buni qo'ysak, 51 taqsim 4 degan javob chiqadi. Misol mana shu tartibda ishlanadi.